Hürmetli vatandaşlarım, ben ötkende sözlügen bir parça leksiyerimde Kaliforniyalık bir nefer aptor, bir nefer yazgıcının Washington Vakıt gazetegi yazgan bir parça makalesi. Nima? Çavuşanni birlik keltirish oxirgi bosqichga yetib keldi degan bir parça makalesinin kirish so'zida mundaq başlaganligini sizlarga leksiya qilib so'zlagan edim. Sen hazır anlavatkan bir sada. Çavuşan yerim aralı birleşik qarab man dedigen dumbaq sadasıdır. Bu yerde ok avazı yok. Raketa koyup bergen şavşu avaz mı yok? 1952 yılı 6. ayda tankla 38. paralel yendin ötkende gökürep ötedigan avaz mı yok? Bu xalqning 4 kişi arqılıq şundaq bolğan bir işdir. Xuddi 1989 yılı Şarkı Avropada zor özgürlüş partılğandek. Şu yılı 11. ayda Berlin temi öğrilip düşkendek bir iş. Aqırla iki Germaniya birleşkeni. Hürmetli vatandaşım. Biz yakından bir sizlerge sözlep kilovatımız Amerika Qo'shma Shtatlari. Prezident Trump efendi Cumhurga koygan şart. Belki Florida'da köl boyu aramgahida iki devlet başları söhbet ötkezgendiğin keyin oturga çıkan bir abzas söz yoki iki cümle söz mundaq. Çavuşan yerim aralidagi yadro qurolları meselesini hal qilishda Jungo Amerikaga yordam qilish kerak. Amerika bilan Jungo birleşip yani hamkorlashib Çavuşan yadro qurolları meselesini hal qilish kerak. Mubada yoki agar Jungo Amerika bilan birleşip hamkorlashib Çavuşan meselesini, Çavuşan yadro qurolları meselesini hal qilishni xohlamaydigan bo'lsa, o halda biz Amerika Çavuşan yadro qurolları meselesini öz aldığı bir taraf qilamiz degan edi. Shuningdan keyingi vaziyatning qanday taraqqiy qilganligi hammasi sizlarga aydin. Bugun so'zlaganligimizda Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi Osiyo Tinch okean ishlari bo'yicha muvaqqat yordamchi davlat ishlar kotibi Susan Toronton xonim, biz Çavuşan yerim aralida hokimiyatni o'zgartirishga qo'g'lashmaymiz. Biz tinch yo'li bilan o'zgartirishni tashabbus qilamiz. Yoki Çavuşan yerim aralining tinchligi orqali Çavuşan yerim oralini yadrosizlashtirishni ishga oshiramiz. Demek tinch yo'li bilan Çavuşan meselesini hal qilish bo'lyapti. Men vatandaşlarımga shundaq ikki paketni bugungi shu paketlar bilan tarixdagi bir paketni o'tirib qo'yay. Bundan 30 yıl burun Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Reagan, men bu to'g'rida sizlarga ko'p so'zildim. Prezident Reagan, sobiq prezident Reagan 1987 yılı 6. ayının 12. günü Germaniyaning Brandenburg ko'chasida nutq so'zlaganda Mr. Gorbachev efendi, mushu tamni o'rib etayli deganda bu jaranglik chaqiriq, siyoset, dunyo, zaman, belki yetib kelgan zaman shundaq chaqiriq e'lon qildi. Ahırda bizden halika makalını yazgan Fakis efendim nim dedi? Şu vakti hiç kim inqilabның yetip kelgenligini sezgen emas. Fakat Prezident Reagan sezgen idi. Şunu Brandenburg ko'chasida Gorbachev chaqiriq qilib Berlin temini o'rib etayli. Bugün biz zaman ve mekanı almashtırıp muamele qilib mundaq bir selishtiruvni o'ttirib qo'yayli, hurmatli vatandaşlarım. 30 yıl keyingi bugungi kunda Amerika Qo'shma Shtatlarining Cumhuriyetçiler Partisi'nin kelib chiqqan Prezident Trump efendi, Jungo hukumati, siz yordam qiling. Amerika bilan hamkorlashing. Jungo Amerika birlashib, bugun biz Çavuşan yerim oralidagi yadrosizlashtirish meselesini hal qilaylik. Fakis efendim Washington Vaqt gazetasiga yozgan maqolasi qanday mavzu qo'ydi? Çavuşanni birlik keltirish oxirgi bosqichga kirdi. Ayni vaqtda Prezident Reaganning chaqirig'i bilan bugungi Prezident Trumpning chaqirig'ini selishtirib ko'ring, hurmatli vatandoshim. Dastlabda Prezident Reaganning chaqirig'i Yevropaga, sobiq Sovetlarga tavrash elib kirdi. 2 yildan keyin Berlin temi o'rildi.
Bugün biz hem şundaq Prezident Trump o'ttirib qo'ygan bu chaqiriqning, ya'ni Jungo bilan Amerika birlashib Çavuşen yerim aralığını yadrosuzlaştırışını tinch yo'l bilan ishga oshirish chaqirig'ini o'tirib qo'ydi. Biz ham ayni vaqtda Yevropa, sobiq Sovetlar va Berlin, Germaniyada qandaq tavrash hosil bo'lgan bo'lsa, bugun ham biz Çavuşen yerim aralida shundaq tavrashning hosil bo'lishini, ayni chaqda Yevropada ikki Germaniya qandaq birlashgan bo'lsa, bugun Osiyada ikki Çavuşeniya, ikki Koreyaning qandaq birlashishini ishga oshirishni orzu qilamiz, umid qilamiz. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident Trump apandini qo'llaymiz. Diqqat qildinglar bo'g'ay. Biz shu maqolaning, masalan, hozir nima deydi? Baki Fox apandi Washington vaqt gazetasiga yozgan maqolaning mavzusi Çavuşenni birlik keltirish oxirgi bosqichga yetib keldi. Oxirgi bosqichga yetib keldi deydi. Bu maqolaning oxirida biz sizlarga nimalarni o'qib berdik, hurmatli vatandashim? Nimalarni o'qidik efendim? Bu vaqtida Birleşken Devletler Teşkilatı ve Amerika Qo'shma Shtatlarining vakili bo'lib turgan John Bolton efendi bundaq dedi. 1945-yili Çavuşen parçalanganda bu nuqul huquq o'yini bilan parchalangan edi. Esingizga keldimi? 1945-yili qaysi yil? Yalta konferensi ochilgan yil. Demak, ikki Berlinni parchalash Yalta konferensining maqsadi bo'ldi shu vaqtda, siyosiy maqsadi. Andan keyin ikki Çavuşenni parchalash. Shu vaqtda Stalin tarafidan Yalta yig'inida o'ynalgan o'yin bo'ldi. Qizig'i shu ediki, Stalin 1950-yili 1-20 kuni Çavuşen urushini, Koreya urushini partildi. Buningdan maqsadi birla Amerika Qo'shma Shtatlarini hol surtish yoki Amerika Qo'shma Shtatlarini Osiyo Tinch okeani rayonida ovar qilish. Stalinning maqsadi shu edi. Stalin 1950-yili 1-20 kuni Çavuşen yoki Koreya yerim orli urushini boshlaganda Mao Zedongdan Moskva dedi. Stalin Mao Zedongga nima va'dalarni berdi yoki nima propoz ishlatdi? Bu taxassisga bizga oydin emas. Faraz qilolmaymiz, qiyos qilolmaymiz, ham qo'limizda bu to'g'rida paket yo'q. Biroq Mao Zedong Moskvadan qaytib kelibla Çavuşenga 300 ming kishilik harbiy qo'shin chiqadi. Keyinchi bu balki 1 millionga chiqqan bo'lishi mumkin. 300 ming kishilik harbiy qo'shin chiqadi. Endi shu maqolada hozir Baki Pakistanning maqolasi nima dedi? 53-yili Jungo hukumati bo'lingan, parchalangan Çavuşenning parchalanishini muqimlashtirdi dedi. Demak, ayni chaqda prezident Reagan chaqiriq qilgan ikki Germaniyaning parchalanishiga sobiq Sovetlar mas'ul edi, javobgar edi. Endilikda qaraymizki, Çavuşenning bo'linishini, parchalanishini muqimlashtirgan va qaydlashtirgan kishi Jonghua Xalq Jamhuriyati va uning Kompartiyasi bo'ldi. Demak, ikki Berlinning parchalanishi Rossiya sobiq Sovetlarga munosabatli, ikki Çavuşen, ikki Koreyaning parchalanishi Jungo Kompartiyasi, Jonghua Xalq Jamhuriyati. Sizlar faktlarni selektirib ko'ringlar. Ayni chaqda prezident Reagan bu masalani Gorbachevga murojaat qilish orqali hal qilishning yo'lini tutdi. Ish shunday bo'ldi. Bugun prezident Trump Çavuşen Koreya masalasi yoki ikki Çavuşen ya ikki Koreyani birlashtirish masalasini Jungoga murojaat e'lon qilish orqali birlik keltirmoqchi bo'ldi. Hozir qo'yilgan mavzu nima? Anlik Çavuşenni birlik keltirishdan Çavuşenni birlik keltirish oxirgi bosqichga yetib keldi deb mavzu qo'ydi. Baki Fox apand. Demak, shundan qaraganda hozir navbatdagi ish ikkilisi tarixning ayni vaqti 30 yil burun yuz bergan bo'lsa, Yevropa tarafi, Osiyo tarafi 30 yildan keyin endi qo'lga elindi. Çavuşen yerim orli birlik kelish kerak degan gap. Bu yerda intayin nozik bir gap o'tirib chiqdiki, Çavuşen, yani ikki Koreyaning parchalanishi 1945-yili huquq o'yini, vaqtliq huquq o'yini edi degan gapni John Bolton apandi o'tirib qo'ydi. Endilikda Çavuşenni birlik keltirish vaqt va makon masalasidir. Demak, siyosatga kel. Endi bunun inchki yana bir taraf shu ekanki, biz o'tgandan boshlab so'zlab kelyapmiz, Yalta konferensi, Osiyo strategiyasi va Yevropa strategiyasi. Men shunda xulosa chiqargan edim. Yevropa strategiyasi ikki Berlin birlashgandan keyin Yaltaning Yevropa strategiyasi gumron bo'ldi. Bugun ham
Çavuşan, işke Koreya birleşkendiği için Yaltı Konferansı'nın Asya stratejisi gümran bulamdı yok. Çünkü bir yerde mesuliyetçen devlet Cungu bulup durvatıdı. Avrupa'da mesuliyetçen devlet, aynı vakta işke Berlin meselesi mesuliyetçen devlet Rusya, sabık Sovyetler bulup durvadı. Endilikte hazır neymen? Şu vakti da işke Berlin, işke Germaniya, bugün işke Koreya oturdu 38. parallı. Ben min diyen. Urushdan hali rayın. Hele maqalada nim değildi. Bu urushdan hali rayın meselesini hal qiladigan birdan bir devlet yoki halqiliq devlet Jungudur. Yoki hozir ben min diyen urush olti turayotgan holatda paydo qilgan Junho Xalq Jamhuriyati va Kompartiyat endi buni oxirlashtiradigan vaqt keldi. Yoki yemirib tashlaydigan vaqt keldi. Demek şu vaqtda Gorbachev sabık Sovyetler işki Berlin'den birleşiği qandaq sukut qilgan bolsa va qandaq tayyorlik xizmatlarini ishlagan bolsa keyin ve aldı da deyli. Endilikte hazır bugün Junho Xalq Jamhuriyati ben min diyenge mas'ul. Junho Xalq Jamhuriyati 38. parallılığı mas'ul. Junho Xalq Jamhuriyati 1953 yılı parçalangan iki Çavuşan'ı muqimlashtirgan ekan ve Şimali Kommunistik Çavuşan'ın baş götürüşünü kapaletga ega qilgan ekan. Şuna iki Çavuşan'ı birleştirish meselesinde rol oynaydigan ve oldiga o'tirg'i chiqadigan devlet Jungu. Çünkü halqiliq devlet Jungu. Hazır men shundaq o'ylayman, hurmatli vatandoshim, top hazır Jungu'nun qo'liga tashlab berildi. Siz bu topni garga atamsiz va yoki okeyga atamsiz. Qaysi tarafga atsiz? Tamam ixtiyor o'zingizning qo'lida. Junguliq apandalarning qo'li. Hozir biz boshdan so'zlab kelyapmiz. Reis Xi Jinping apandi Amerika Qo'shma Shtatlari bilan hamkorlashib, Çavuşan meselesini hal qilishga qo'shildi. Ma'qul dedi. Bugungi o'qigan xabarimizda yana shundaq gap. Biz Junguning hozir qilayotgan ishlarida ilhomlandik dedi. Yani biz Jungu bilan davomli hamkorlashib Çavuşan yadro qurollari meselesini hal qilamiz dedi. Bugun so'zin Clinton xonim yana shundaq dedi. Tinch yo'l bilan dedi. Baki Pakis efendim başta nima dedi? Bu yerda bir pay o'qning ovozi yo'q. Bu yerda raketaning ovozi yo'q. Bu yerda 1950-yili 6-oyda go'kirab o'tgan tanklarning go'kirishida go'kiraydigan ovozim yo'q. Tinch yo'l bilan. Çavuşan meselesi Çavuşan yadro qurollarini hal